Öydeki ö. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Ö. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Ö'ning ayrim shakli. Misol: o'tök. Ö'ning ayrim shakli. Misol: döşe. Ö'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: ko'z. Ö'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol: qor o'rik. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. O'tök. Ö harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Döşe. Ö harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Ko'z. Ö harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Qor o'rik. Ö harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga ergishib o'qinglar. To'p. O't. O'z. So'z. O'tna. O'tna. Bo'ra. Bo'ra.